G'iybat insonni jahannamga olib keladi. G'iybat zinodan yomon gunoh. O'zimizdan o'chishimiz kerak, yonimizdan o'chishimiz kerak. 6 kishi o'tiribsizlarmi, 7-chi odam haqida gapirmaydi. Erkak esa bola o'ziga gapirmaydi. Yo'qsa ro'mol bilan o'tir, gapirmaydi. Ro'mol o'raysan, ha yo'q, erkak esa o'ch bo'ladi. Gapirmaydi. Mana g'iybat qilmaylik, yolg'on gapirmaylik, aldamaylik, kayf qilmaylik, zino qilmaylik, keyin hasad degan narsa bor. Kuykanaylik, ko'ra olmaslik. Shunaqa bo'lmaylik, keyin o'zimizni katta olmaylik, ota-onani xafa qilmaylik, xotinni xorlamaylik, namoz o'qiylik. Islom bo'ldi shu, cho'kka odammiz. Bo'ldi, yana nima kerak? G'orga kirib yashashimiz kerak. Tepada aytyapmiz, musulmonlik bu narsa lider bo'lsin. Imom Azam milliarder bo'lganlar. Millioner emas, milliarder bo'lgan. Imom Azam mazhab boshimiz bizlar. Ham olim bo'lgan. Madrasada o'qigan, olim bo'lgan. Unaqa Imom Azamdaqa olim hozir yo'q, planetada yo'q. O'sha mullaligimizni, qorakaligimizni, o'shanaqani lideri bo'lganlar. O'sha zamonaning no'mraligi bo'lganlar. Lekin shu bilan birga juda katta savdogar bo'lganlar. O'ta darajada boy bo'lganlar. O'zlarining yurtlaridagi nechta maktab, madrasa bo'lsa, ta'minotini o'sha kishi qilgan ekanlar. Mana bo'ladi-ku. Degani mulla degani bu faqat masjidda ishlash uchun mulla bo'lmaydi odam. Dinini o'rganish uchun madrasada o'qirsa, keyin bitirib doktor bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, militsiya bo'ladimi, svarchi bo'ladimi, biznesmen bo'laversin. Bu sizni o'g'lingiz, qizingiz madrasada o'qidi degani imom bo'lsin degan emas, bu shart emas bu. Bu musulmonlarning xizmati faqat mullachilik bilan bo'lmaydi. Mana hozir men ikkita madrasada o'qiganman, 25 yildan beri imomman. Bitta oddiy kasalni davolay olamanmi? Qayerda davolayman men? 35 ta mullani olib kelib qo'yib, bitta kasalni davolanmaydi. Lekin 35 ta vrachni olib kelib qo'yib, bu dindan gapira olmaydi. Yo 85 ta qorakani olib kelib qo'yib, bunaqa qilib bino qurib berolmaydi. Nima demoqchiman? Quruvchi ham kerak, svarchi ham kerak, qassob ham kerak, taksist ham kerak, sportsmen ham kerak, soldat, prokuror, militsiya, milliy gvardiya, xavfsizlik, doktor, domla, qori, hamma kerak. Hamma kerak. Chegarani mulla